Assalamu alaikum qarindoshlar. Oldi bilan butun dunyoda azob chekayotgan vatandagi, elidagi barliq vatandoshlarimga samimiy salom, oliy ehtirom. Uningdan keyin mushu chaqiriq ovoziga, o'zining xalqining nolisining chaqiriqiga ovoz qo'shib, to'xtamay har kuni namoyish qilayotgan, har kuni har xil faoliyatlarni qilayotgan, videolarni ishlab, film qilib, PowerPoint qilib, ekranlarga chiqarib dunyoga tashviq qilayotgan, to'xtamay o'z xalqi uchun, xalqining g'amini uchun uyning ichida o'tirib, hamma yerlarga telefon berib harakatga keltirayotgan barliq onalar, otalar, qizlarimiz, xalqimiz, jangchilarimizga samimiy salom, oliy ehtirom. Mushu qitimqi ili vaqasi degan to'la ig'izimizga ilindi. Burunqi ili vaqasi emas, bostirilayotgan hozirgi bugungi kundagi ili vaqasi. Uningdan keyin vatanimiz ichidagi barliq, mayli Urumchi, G'ulji, Oltoy, Cho'chak bo'lsin, Xotan, Qashqar bo'lsin, Oqsuv bo'lsin, hamma yerda epirayotgan uyga sulash, uy turmushiga qamash, Uyg'urlarni sinoq qilib o'ltirish, Uyg'urlarni ochliqdan o'ltirish, dorilab o'ltirish, yo'tkab aktiv adam yo'q yerlarda, chedirlarda ich a'zoyi, tosh a'zoyiga hujum qilish, mushu qatorliq Xitoyning har xil suiqasdlarida o'rnidan dast turib, uyqusini ichib, ko'zini ichib, vaziyatga jiddiy moslashib, o'ttirg'i chiqib, dunyoda vaqirayotgan, namoyish qilayotgan, harakat qilayotgan barliq qarindoshlarimizga samimiy salom, oliy ehtirom va minglarcha tashakkur. Umumiy xalqim nomidan va o'zim nomidan. Men mushu 31 islah atrofida bir nutq so'zladim, o'zinglarning xabari va vaziyatning jiddiy ekanligi haqida. Men shu vaqtida nihoyat rozi bo'ldim. Mushu Turkiya 31 islahdan boshlab Türkiye Seytim Türk başçılığında ve Jutlar Birliği ve Şarkı Türkistan Federasyonu başçılığında Kösen efendim, Burhan efendim, Seyit efendim, bütün Uygurlarını yeteklep, her 2 günde bir digidek, 3 günde bir digidek her yerde toxtamay. Andikin yaş pidayla yaşlar kısmı, muşlar toxtamay her yerlerden namayışlarını apırıp, dünyaya Uygurlarning G'uljidagi vaqani, o'yga solingan vatanimizdagi barliq vaqalarni dunyoga anlatdi. Men dastlabda uyg'onib bushuna chiqqan qarindoshlarimga oliy ehtirom bildiraman. Bo'libmi mana tunugün o'zinglar ko'rdinglar. Mushu Jutlar Birligi deymiz, Sharq Turkiston Majlisi Seytim Türk deymiz, ondan keyin Sharq Turkiston Federasyonu deymiz. Burun u o'z bilgancha chiqib bu muarif deymiz, olmalar jamiyati deymiz, o'z bilgancha qildi. Lekin hozir bu qitimqi namoyishlarda bular hammasi birlikka kelib, billa qaranglar, on minglagan odam namoyishga chiqib ketibdi. İstanbul'da, Ankara'da, Nemenin aldı, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldıda, Xitay elçixanasının aldıda, hükümetinin aldıda, NATO'nun aldıda, özünün her xil talepleri, xalq to'g'riliq endi Kosovoga qilgandek bizga qilmamsa, boshqalar qilgandek bizga qilmamsa deb bütün taleplerini o'tirg'a qo'yib, to'xtamay namoyish qilayotgan, namoyish boshchilari, namoyishga qatnashayotgan bolalar, onalar, öylерden çıkıp özlerinin ifadını bildiriyotganlarga samimiy salom, oliy ehtirom. Endi yana mush paytda yana qanday bo'layotidu? Gollandiyada ko'rdinglar, Abdurahimjon, shundaq Abdurahim degan balamiz lozinkalarni ajoyib yasapti, bütün hozirgi voqealarni yasab ulguribdi. Ash lozinkalarga burunqi hozirgi voqealarni qo'yib, Gollandiyada ashundaq parlamentlarning oldida, cho'ng maydonlarda Şembe günden başlap namoyish qilyapti. Hozir bugun 3 kun bo'ldi. Uzun muddatlik namoyish, davomli qilingan uzun muddatlik namoyish boshladi. O'zi ham yana Amerikaga kelibmi? Oqsaroyning oldida, State Departmentining oldida va boshqa yerlarda Xitoy elchixonalarining oldida uzun muddatlik namoyish qilishni planlayapti. Mush paytda men shu dunyoning hamma yerida uyg'onib
namoyish qilib bo'lsinmi, o'zi qila oladigan qo'ldan kelgan namoyish qilib bo'lsinmi, endi yig'inlar echilyapti Amerikadami, Oqsaroyning oldida, Xitoy elchixonasining oldida Uyg'ur Amerika uyushmasi, kishilik huquq projekt, surgunda hukumat degandek hammasi namoyish qilyapti. To'xtamay namoyish qilyapti. Bu namoyishlar yaxshi bo'lyapti. Uningdan boshqa harakatlarni, butun siyosiylarni chaqirib anlatyapti. Mana bugun Uyg'ur Amerika uyushmasi projektlar nurg'un parlament a'zolari bilan va muxbirlar bilan Uyg'ur masalasini anlatyapti. Mush faoliyatni to'xtatmay qilganligimiz uchun Xitoy hukumati vatanda cho'chib darhol inkos yandirilyapti. Voy biz g'uljini qo'yibdi, g'uljini qo'yibdigan bo'ldik. Ameliyatda hozir 36 kun bo'ldi, Urumchida qamal qilgin deb bugun Urumchidan so'zlabdi. Yana tex Urumchini qo'yib bermabdi. Endi g'uljiniki oshkor bo'lib o'lganlar vaqa bo'lganlarimiz chiqdi. Xotan, Qashqa, Oqsudak nomratlik cho'kib ketgan, qo'rqishning ichiga ko'milib ketgan, ustidan optimatlar tug'an qarindoshlaringlarning bo'ldi. Ular qanchalik o'lyapti, qanchalik qirilyapti, qanchalik so'linayapti. Biz vatanimizda bo'layotgan bu qitimqi Xitoyning jiddiy lagerdan hayot eshib qolganlarni kesal degan banoyi sabab bilan o'y turmullarini qilayotgan qirg'inchilikni dunyoga anglitishimizning zarur ekanligini xalqimiz to'nib yetdi. Yoshlarimiz, cho'nglarimiz, xalqimiz osh oldingi safga chiqqanlar, namoyishga chiqqanlar, videolarni ochqilayotganlar, nutq so'zlayotganlar, faoliyat uyushtirayotganlar, hammasi mushuni to'nib yetganlar. Endi qolgan uydagilarni qo'mirilib chiqib ketinglar. Qo'mirilib chiqib ketaylik. Dunyoning hamma yerida qo'mirilib chiqib ketaylik. Norvegiya, Shvetsiya, Gollandiya, mush Kanada, Avstraliya qarindoshlar sizlarni to'xtamay namoyishga oqmoqi boshqa faoliyatlarni qilyapsizlar, to'xtamay uni ko'rib turyapmiz. Lekin namoyish oshkor haqlarga bir isyonning ifodasini bildirdi. Tush ichiga patmay ketganda itilib chiqib ketgan xalqning sadosini dunyo anglaydi. Shuning uchun sizlarni sukut tutmay ciddi namoyishlarga, kundalik namoyishlarga agar jiq chiqsak bir kunda tugab ketadi desanglar, xalqni bo'lib kuniga 10 dan 15 odamdan lozinkini ko'tarib chiqib aylanib namoyish qildigan namoyishlarni o'rlashtiringlar. Bo'libmi mush chiqayotgan narsani inglizchaga tarjima qilib, o'zi bor davlatdagi tiliga tarjima qilib, Turkiyada chiqarayotgan yoshlar fidoyilar guruhiga va Yevropada, Avstraliyada dunyoning hamma yerida jiddiy vaziyatni jiddiy tarjima qilib chiqarayotgan qahramonlarga cheksiz rahmat aytamiz. Butun Uyg'ur xalqi biz bu til bilmaganlar hammamiz sizlarga rahmat aytamiz. Namoyishga bolalarini dumbillariga otib, ko'ch-ko'chidan chiqayotgan qarindoshlarimizga salom yo'llaymiz. Yig'layotgan xalqimiz nomidan, zor intilayotgan xalqimiz nomidan rahmat aytamiz. Ham shuni tashkillab Aşını teşkilleyelep, her yerlerine opirib, xalqni qo'zg'agan botirlarimiz, jangchilarimiz, generallarimiz, yetakchilarimiz sizlarga samimiy salom, oliy ehtirom.